Ho'p, manimcha ovoz yaxshi. Yozib olishni boshladik. Bugungi darsimizni ham boshlaymiz. Bugungi kunimiz badiiy asarlar kuni hisoblanadi va badiiy asarlardan Qiyomat romani bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni Chingiz Aytmatovning Qiyomat romani haqida gaplashamiz. Ho'p, umumiy boshidan nima qiladigan bo'lsam, Qiyomat romani bunda asosan bilamiz o'zi Chingiz Aytmatov asarlarida, romanlari bo'ladimi, qissalari bo'ladimi, ularni orasiga albatta nimalar rivoyatlar qo'shib ketadi. Ya'ni rivoyatlar qo'shib ketadi. Nimada ham bu asar ham bundan mustasno emas. Bunda ham Isoga doir rivoyatlar bor. Ya'ni Iso payg'ambar nima vafot etishiga doir. Xo'p, boshi nima bilan boshlanadi? Boshi bo'rilarning umuman tabiat tasviri bilan boshlanadi va bo'rilarning Akbara ismli nima bo'ri va uning nimasi eri desak ham bo'ladi endi. Erkak bo'risi toshchaynar, ularni nima sevgi muhabbati qisqasi xuddi insonlardek tasvirlangan, insonlarnikiga o'xshash qilib, keyin ularni nima Akbaraning bolalashi haqida gap boradi. Qisqasi keyin nimada mana shu masalan SSR davlatlarida ya'ni SSRning mustamlaka davlatlari bularga kiradi. Nima O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, qisqasi hozirgi nima mustaqil davlatlar hamdo'stligi borki, shu davlatlarni barchasi nima bo'lgan? Oldin SSR deb nomlangan. Keyin ya'ni Rossiya davlati, ya'ni Rossiya Federatsiyasi shu payti har bir davlatga o'ziga xos bo'lgan soliq solgan. Masalan, bizga paxta solig'i, ya'ni paxtani yetishtirish, paxta planini bajarish, paxta bo'lgan bizaniki. Nimaniki Qirg'iziston, Qozog'istonniki asosan ular chorvador xalq bo'lganligi sababli ularga go'sht yetkazib berish. Butun Rossiya bo'ylab nima ularning solig'i go'sht yetkazib berish bo'lgan va ular mana shu go'shtni yetkazolmaganliklari sababli pullarini to'ldirish uchun kiyik oviga tushib ketadilar. Demak, sigir nimalardan, qo'ylardan go'sht yetmay qolganligi sababli yovvoyi tabiatga murojaat qilib, kiyiklarni ovlash uchun vertolyotlarda qo'shimcha kuch bo'lib, kiyik nima to'dalarini ovlashga tushib ketadilar. Shu payti bo'rilar ham kiyiklarni, ya'ni sayloq deydilar uni, kiyiklarni ovlash uchun bo'lgan bo'ladi va bo'rilar ham bu odamlar to'dasiga duch kelib qolib, qochib qoladilar. Qisqasi shular bilan bog'liq tabiat tasviri bo'ladi. Keyin Avdiy degan bir ruhoniy, ya'ni ruhoniyning o'g'li Avdiy degan bola haqida bo'ladi. U bola Avdiy degan bola nimaga ruhoniylarni nimasiga qarashlariga qarshi chiqadi va o'zini fikrlarini erkin aytib, ularga shak keltirgan bo'lib, ya'ni shak keltirgan bo'lgan ya'ni ruhoniylar o'zi shunaqa hisoblaydi, lekin o'zi aslida Avdiyning gapi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Avdiy aytadi, Alloh yagona, u faqat bizning qalbimizda deydi. Bu nimalar esa, ruhoniylar esa, ya'ni papalar esa Alloh nimani Muso alayhissalomni Alloh darajasiga ko'tarib qo'ygan bo'ladi. Qisqasi keyin nimadan cherkovdan haydaladi. Keyin nashavandlarning, ya'ni yosh nashavandlarning, nasha yetishtiruvchilarning nimaga aynan shu paytda juda ko'paygan bo'ladida, yoshlar o'rtasida nashavandlik, giyohvandlikka berilish. Mana shu giyohvandlikka berilishning sabablari nima sababdan bo'lishi, ularni kattasi nima qilish, topish maqsadida nima muxbir bo'ladi bu. Avdiyning yana bitta nimasi, kasbi muxbir bo'ladi. Shu muxbirlik qilib, shu aynan shu to'daning ichiga kirib, real voqealarni nimalar o'chirib yozmoqchi bo'ladi. Bilamiz, o'chirib ko'z bilan ko'rgan, aniq dalillar asosida yoziladigan nima hisoblanadi, janr hisoblanadi o'chirib. Shu o'chirib yozish maqsadida bu mana shu aynan nashavandlar to'dasiga qo'shilib qoladi va shular bilan birgalikda nasha teradi. Keyin qisqasi ularni nima qilib, men sizlarni tutib bermoqchi edim deb aytadiki, ular o'lgiday urib uni poyezddan otib yuboradilar. Bir nima qilib tirik qoladi. Keyin nimada shifoxonada bir qizni sevib qoladi. Hozir yana batafsil aytaman. Umumiy nima beryapman, chalkashib ketmasliklaringiz uchun. O'zim zo'rg'a ikkinchi o'qiganda
tushundim desam ham bo'ladi. Nima qilsanglar hali o'qisanglar sezasizlar. Eee, ya'ni bunda chalkashishga sabab shundaki, oddiygina narsani ham endi bu nimani lekin yozuvchining mahorati hisoblanadi. Chingiz Aytmatov shu darajada badiiylashtirganki, eee, tan bermaslikdan iloji yo'q insonni. Ya'ni diqqat bilan tinglash kerakda. Chalg'isangiz, sal chalg'isangiz tushunmay qolishingiz mumkin. Ya'ni tabiat tasviri bilan uyg'unlashgan holda insonning xarakteri ham shunaqa tarzda berilgan bo'ladi. Keyin hop, qayoqqa keldik? Nima shifoxonaga tushib qolishi, nimaga oldin nimaga politsiyaga ham tushadi. Ko'z bilan ko'rdimki, buni do'pposlab otib yuborgan sheriklari, ya'ni poyezddan otib yuborgan sheriklari politsiya xonasida o'tirgan bo'ladi. Ya'ni nimada politsiya mahkamasida panjara ortida o'tirgan bo'ladi. Lekin ular bu nimani Avdini hech qaysi tanimaymiz bunday shaxsni deb aytadi va uni qo'yib yuboradilar. Keyin u kasalxonaga tushadi. Kasalxonada esa bir juvonni, ya'ni o'g'li bor juvonni sevib qoladi. U bilan xatlar yozishadi qisqasi. Keyin u osiyolik, toshkentlik bo'ladi u juvon. Buni nimaga taklif qiladi? Osiyoga taklif qiladi. O'zi Avdi rossiyalik bo'ladi. Avdi demakki, mana shu juvon uchun nimaga keladi? Osiyoga keladi. Ko'z bilan ko'rsinki, kelsa juvon eri bilan o'g'lini masalasini hal qilish uchun, ya'ni boshqa uzoq joyga nima qilgan bo'ladi. Shu eri tomonga ketgan bo'ladi qisqasi. Mana bu sevib yurgan juvoni keyin siqilib nima qilib ketayotgan payti yana bitta shaxsga uchrab qoladi. Bu endi saylov ov qilish uchun, ya'ni kiyiklarni ovlash uchun borayotgan shaxs bo'ladi. Qisqasi u yerda ham janjal qiladi. Keyin oxiri u juda baxshi inson bo'ladi-da. Buni xuddi Iso payg'ambar singari xochga osib qo'yadilar va u vafot etadi. Keyin orada yana bor hali qolib ketgan joylari ko'rib chiqamiz. Keyin qisqasi Avdi hikoyasi ketdi. Keyin endi nimalar hikoyasi? Bo'ston, boshqa qahramonlar, boshqa nima holatlar bo'ladi. Bu endi Ernazar, Bo'ston, keyin Bozorboy nomli yangi obrazlar bilan bog'liq bo'ladi endi bu yoq. Kelinglar shu paytgacha nimasini ko'rib chiqamiz. Tushunarli bo'ldimi? Qisqacha shu yergacha. Xo'p, asarning qiyomat deb nomlanishida bir emas, bir necha asos borligini ta'kidlash kerak. Ya'ni qiyomat deb nomlanishining sababi. Chunonchi, Akbara bilan Toshchaynar timsolida bir juft bo'ri va uning zurriyotlari qismatining fojiali yakuni. Ya'ni fojiali yakuni bor, buni hozir aytamiz. Ummatlarga baxt ato etish uchun kurashgan, alal oqibat aynan o'sha baxt ulashmoqchi bo'lganlar tomonidan rad etilgan Hazrati Isoning chormixga tortilishi, o'zlarining jamiyatning oldi kishilari deb bilgan, aslida esa ma'nan nopok kishilarga qarshi so'z aytish uchun Mo'yinqum dashtida daraxtga chormix qilib tortilgan Avdi Kalistantrovning fojiali o'limi. Ya'ni boyagi yigit haqida bu. Ola Mo'ng'ul tog'idagi tubsiz jarlikka oti bilan tushib ketgan va hatto kafansiz qolgan Ernazarning qismati, qo'rquv va tahlikaning zo'ridan kenjashni olib qochayotgan Akbarani otaman deb aslida o'z jigar pog'asini bag'rini o'q bilan ilma-teshik qilib yuborgan Bo'ston O'rkunchiyev taqdiri. Mana shu shaxslar uchun asarda shu zamonning o'zida, ya'ni shu davrning, hozirgi yashab turgan davrimizni o'zida qiyomat bo'ladi. Mana shu Akbara uchun ham, ya'ni Akbarani 3 ta farzandini Bozorboy degan shaxs olib ketadi va qisqasi Akbara juda siqiladi, ya'ni farzandlardan ayrilganligi sababli va uni erini ham mana bu Bo'ston otib qo'yadi. Qisqasi yolg'iz qoladi bu Akbara degan bo'ri. Keyin boya rivoyat qo'shadi degandimku, mana shu Isoni rivoyati berilgan. U yerda Iso o'zi asli nimani avlodni tarbiyalayman deb kurashsa ham baribir ham uni tushunmaydilar va uni xato ayblab baribir nima qiladilar? Osib qo'yadilar. Chormix qiladilar. Keyin xuddi shunday taqdirga kim yo'liqadi? Avdi Konstantinov. O'zi Avdi Konstantinovning bunday bo'lishiga, ya'ni chormixga nima qilishlariga sabab shundaki, u oldin nasha
giyohvandlarni to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'ladi. Keyinchalik esa mana bu hayvonlarni o'ldirayotgan ovchilarni bu yo'ldan qaytarishga harakat qiladi va qisqasi u yomon niyatli shaxslarni jig'iga tegadida o'zini shunday azoblaydilar. Ya'ni shu zamonni o'zida qiyomat bo'ladi bular uchun. Mana bu Ernazar ham qismati bu nimada aytiladi hozir davomida aytaman. Xo'p, demak, asar birinchi toshchaynar va Akbara hikoyasi bilan boshlanadi. Bu bo'rilar boshqa bo'rilarga qaraganda aqlli, chaqqon edi. Ularning ismlari ham ma'nosi bor deydi, ya'ni aynan boshqa oddiy bo'rilarga qaraganda. Demak, ustozlar, asarni boshidan boshlayapmiz. Yana tushunarli bo'lishi uchun keyinroq ko'rib chiqamiz. Demak, toshchaynarning ma'nosi tishlari xanjardek o'tkir bu bo'ri har qanday narsani g'ajib tashlashga tayyor bo'lgani uchun shu atrofdagi cho'ponlar unga toshchaynar deb nom berganlar ekan. Ya'ni toshni ham chaynaydi degan ma'noda. Akbara. Shu yerlik cho'ponlar bu bo'rini oqdil deb yurishadi. Ya'ni yana bir nimasi nomi oqdil desak ham bo'ladi. Keyin borib Akbara dedilar. Ya'ni bir muncha vaqtlar o'tib esa Akbara ulug' Akbara so'zining ma'nosi, ya'ni nima degan ekan? Ulug' degan ma'noni anglatadi ekan. Kim aytsa aytardi-yu, lekin unga shunday nom berilishi bejiz emas edi. Bunga qazoning ham hukmi borga o'xshab ko'rinardi. Sayg'oq ov mavsumi boshlangan edi. Bu sayg'oq, ya'ni kiyik ov. Kiyikning ov mavsumi deyiladi. Toshchaynar va Akbara bolalarni ov qilishga o'rgatishni boshlagan edi. Shu payt sayg'oq ovi uchun odamlarning ham vertolyotlari o'rmon uzra uchib yurar edi. Bo'richalar rosa o'yinqaroq edi. Shu sababdan ular inson zotiga ilk ro'paro kelganda qo'rqmay, aksincha u bilan o'ynashni xohlaydi. Bo'richalarga duch kelgan insonlar bundan avdi edi. Ya'ni avdi bu nasha terish uchun ketadi-yu, boya bir to'da bilan. Bu Mo'yinqum cho'lida bo'ladi. Ya'ni nashalarni shu yerlarda yetishtirayotgan bo'ladilar, Mo'yinqum cho'llarida. Avdi u yerda nasha terib yurgan payti, ya'ni nashani shirasini olib yurgan payti Akbaraning bolalari kelib qolgan bo'ladi. Nima Avdi bolacha bo'richa bo'lganligi sababli ularni qo'liga olib erkalatgisi kelib nima qilib, voy sizlar buncha shirinsizlar deb nima qilib turgan payti birdaniga Akbar unga tashlanib qoladi va ko'ziga tushadi. Shu payti Avdi aytadi, voy buncha ko'k ko'z chiroyli ekan deydi, lekin juda qo'rqib ham ketadi. Akbara lekin unga tegmaydi va shunchaki nima qilib vajohat qilib bitta baqiradida ketib qoladi. Qisqasi, lekin baribir ham Avdi qo'rqadi. Inson zoti bilan kutilmagan uchrashuv ona bo'rini qo'rquvga soladi. Ona bo'ri ham, ya'ni bo'rilar ham o'zi asli insonlar bilan duch kelishga qo'rqadigan bo'ladi bu asarda berilishicha. Va u yashash joyini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Ammo sayg'oq ovga kelgan odamlardan qochib qutulish mumkin emas edi. Bolalarni ov qilishga o'rgatish uchun olib kelgan Akbara va toshchaynar kutilmaganda o'zlari ham, bolalar ham inson boshlab yuborgan sayg'oq ovi to'lqiniga qorishib ketadi. Bu dahshatli talotumdan omon chiqish amri mahol edi. Boya aytgan joyim. Tajribali va chapdast Akbara bilan toshchaynargina bu qirg'inbarotdan arang tirik qochadi. Uchala bolasi esa bu nimada nobud bo'ladi. Holdan toygan Akbara va toshchaynar imkon qadar bu yerdan uzoqlarga yo'l oladi. Bu oldin 3 ta bola tug'adi-da bu. Mana shu 3 ta bolasi ham shu nimada nobud bo'ladi. Keyin shu bilan endi Avdilar hayotiga nazar tashlaymiz. Bo'rilar hayoti ketdi, endi Avdining hayotiga nazar tashlaymiz. Yosh yigit seminariyadan yangi zamon g'oyalari uchun haydalgan edi. U Xudoga, dinga chindan ishonadi. Biroq uning fikricha, shu paytgacha insoniyat tafakkurida bo'lib kelgan Xudo eskirgan. Shu bois uni yangilash, zamondosh Xudo yaratish kerak. U yoshlarni nasha chekishdan cheklashni xohlaydi va bunga astoydil harakat qilishni boshlaydi. Avdiy Viktor Nikiforovichning jiyani tufayli bu to'daning ichiga kiradi va maqola yozishga muvaffaq bo'ladi. Ya'ni Viktor Nikiforovichning jiyani sababli. Demak, Viktorning jiyani yosh bo'ladi. U bilmagan holda nasha savdosiga qo'shilib qoladi. Militsiyalar tomonidan ushlangach, amakisi Viktorga xat yozadi va ahvolni tushuntiradi.
amakisi bolani o'z zimmasiga olib qamoqdan asrab qoladi. Shu bilan Avdiy o'zi birga kelgan og'ufurushlar guruhidagi yosh navqiron yigitlarga achig'ib, ularni bu yo'ldan qaytarishga undaydi. Lekin bundan Grisha, ya'ni ularning boshlig'i Grishani o'zi deb ataydigan bo'ladi. Hech kim nomini tilga olmaydi. Boshliqni sotib qo'ymaslik sababli o'zini bir ko'rish niyatida juda harakat qiladi bu. O'zi keldimi deb juda so'raydi. Lekin aynan Grisha boshliq ekanligini aytmaydi. Xo'p, Grishaning jaynoqlardan qo'y ko'zlarining ma'nosi to'xtovsiz suratda o'zgarib turar. Ehtimol o'zi ham sezmagan holda u tinmay ko'zlarini qisar, o'g'rincha qiya qarar, rangida bilib bo'lmaydigan qoshlarini uchirar, xuddi burchakka qisib qo'yilgan, tashlanib chovut solib tishlamoqchi bo'layotgan, lekin jur'ati yetmayotgan va shunga qaramasdan baribir yurak yutib irillayotgan, po'pisa qilayotgan vahshiy jonivorga o'xshardi deb tasvirlangan. Kim? Grisha. Ya'ni mana shu nashavandlarning boshlig'i. Grisha avvaliga unga sen devonasan, ya'ni Avdiyga aytadi. Avdiy Grisha bilan uchrashganda to'g'ridan to'g'ri bu yo'ldan qaytinglar, men sizlarni qaytaraman, Allohga chin dildan tavba qilsangiz, istig'for aytsangiz, gunohlaringizni kechiradi deydi. Va shunga javoban Grisha aytadi: devonasan, jinniligingdan shu ko'ylarga tushib yuribsan. Aksincha, bu yerlarda senga pishirib qo'yibdimi? Nasha yig'ib man qilingan og'uni pullab kun kechirib yurgan biz tuban bechoralarni ko'zimizni ochib qo'ygani, razolat chohidan xalos etgani kelgansan. Hidi 3 chaqirim naridan turib odamning ko'nglini aynitadigan, siyqasi chiqib ketgan past nasihatlarni tarqataman degansan. Xaloskor bo'laman deb ko'nglingga tutgansan. Ularni yomon yo'ldan qaytaraman deb o'ylagansan. Bizning o'zgarishimiz, tavba tazarru qilishimiz hamma qanday bo'lsa xuddi shunday bo'lishimizni istagansan. Bu ishingni to'xtatib kelgan joyga ket deb imkoniyat bergan. Lekin ya'ni shunaqa deb Grisha hozir ketishing mumkin. Seni urmaymiz, so'kmaymiz, sotmaymiz, hech nima qilmaymiz. Bemalol ketishing mumkin. Nima qilmasang bo'ldi. Ya'ni to'polon qilmasang bo'ldi deydi. Qisqasi ketishga ruxsat beradi, lekin Avdiy bu yerdagi yosh yigitlarni qutqarish uchun uni rad qiladi. Haliyam Avdiy u juda yosh yigitlar nasha chekib, sigaret chekib, juda mast bo'lib, ya'ni mastlikni ko'tarolmay og'ir holatda qoladilar. Bularga Avdiyni rahmi keladida. Shu yosh yigitlarni bu botqoqlikdan qutqarish uchun o'zini har choq uradi bu. Demak, Avdiy, Grisha va boshqa yigitlar vagonga chiqishadi. Avdiy yuk xaltani chizishmasini tortib yechadi-da, ya'ni janjal bo'layotgan paytda vagon eshigidan nashalarni tashqariga socha boshladi. Ancha-munchagina giyoh terilgan ekan. Nashaning sarg'imtil ko'k yaproqlari va gullari temir yo'l bo'ylab xuddi kuzgi barglar kabi parokanda to'zib uchadi. Ana endi sizlar ham shunday qilinglar dedi. Ya'ni o'zini tergan nimasini to'kib yuborgandan keyin. So'ng birdaniga tavba qilamiz mana. Xudoning sharofati va mag'firatiga sazovor bo'lamiz. Bo'linglar, Lyonka, Petr, la'nati nashalaringizni to'kinglar, qutulinglar bu yaramasdan deydi. Lekin uni urib, tepkilab, yana vagonning lang ochiq eshigi tomon, ya'ni eshikdan uloqtirib yuboradilar. Hech kim uni nima qilmaydi, yo'qlamaydi. Avdiy qonli go'sht parchasi kabi pastga uchib ketadi. Nasha tortib, kayfdan ko'r bo'lgan og'ufurushlar shitob bilan ketayotgan poyezddan uloqtirib tashlaydilar. Avdiy hushsiz va afsoda holda ancha yotadi. Nihoyat hushiga kela boshlaydi va o'zini salkam 20 asr oldin qochga mixlab tashlangan Iso Masihga o'xshatadi. Aytgancha, o'shanda ham juma kuni edi va jonini qutqarish mumkin bo'lgan zot o'shanda o'zini xalos etmoq uchun tilga 2 og'iz so'z olmoqni ravo ko'rmaydi. Avdiyning ahvoli, ya'ni bu nimaga qiyoslangan? Rim papasi Muso rivoyatda berilgan Muso alayhissalomdan o'zini qutqarish uchun bitta ikkita so'z, ya'ni meni qutqar degan so'zni kutadi. Shu so'zni ayt deydi. Agar shu so'zni aytsang seni mixga tortmayman deb nima qiladi? Iso Masihga so'zlaydi, lekin Iso Masih o'z nimasidan qaytmaydi va unga yolvormaydi. Xuddi Avdiy ham Grishaga bir og'izgina
Grisha meni qutqar desa yetar edi. Grisha shu paytda yigitlarni to'xtatar edi degan nima bor. Lekin Avdiy ham bu so'zni aytmaydi. Xuddi Iso Masih singari va ikkalasi ham halokatga yuz tutadi. Demak, Avdiyning ahvoli yomonlashib, yaxshi insonlar tarafidan kasalxonaga yotqiziladi. Avdiyni kasalxonada qozoq doktori Aliya Ismailovna degan shifokor davolaydi. Uning dugonasi Inga bilan oralarida ishqiy munosabat boshlaydi. Demak, Avdiy sevgan qizning ismi nima ekan? Inga. O'zi asli u ham rus bo'ladi. Nima natijasida Toshkentga kelib qolgan bo'ladilar. Moskvaga qaytgan Avdiy Inga bilan maktublashishda davom etadi. Yozgan maqolasi nashr qildira olmagan. Avdiy tahririyatdan ishdan chiqib, boshqa joyga kechki smenada ishlay boshlaydi. Moddiy jihatdan tangroq ahvolda qoladi. Ingadan chorlov maktubini oladi, ya'ni kel, ota-onam bilan ko'rishamiz, o'g'limni ko'rasan va bizlar to'y qilamiz deydi. Kitoblarni sotib chipta oladi va yana jalpoqsozga yo'l oladi. Demakki, manzilga yetib kelgan Avdiy Inga qoldirib ketgan navbatdagi maktubni o'qiydi. Xatda Inga sobiq turmush o'rtog'ining oldiga o'g'li bilan bog'liq muammoni hal qilib tez orada qaytishi, Avdiyga uning kalitini qoldirib ketganini yozadi. Boshi qotgan Avdiy sayg'oq ov rejasini tuzayotgan Ober Kandalov bilan tanishib qoladi va pul topish ilinjida ularning safiga qo'shiladi. Ya'ni o'z 3 kunga borib kelamiz deydi. Keyin shu paytda Avdiy ham o'ylaydi, men borib kelgunga qadar Inga ham balki kelib qolar degan nimada vaqtni tezroq o'tishini xohlab bularga qo'shiladi-da. Demak, Ober jazo olmasidan ilgari jarima batalyonining katta leytenanti edi. Ya'ni o'zi Ober leytenant bo'lib ishlaydi. U unvonidan mahrum qilinganda xayrixoh kishilar xizmatini ortig'i bilan ado etgani uchun kuydi bechora deb ancha xafa bo'lib yurishadi. O'zi ham boshliqlar menga nisbatan adolatsizlik qilishdi deydi. Ya'ni meni lavozimdan bekor qilinadi da u. Hisoblar so'raganlarga shunday deb tushuntirar, ichidan tirindi o'tardi, lekin armiyadan haydalishining haqiqiy sababi haqida churq etib og'iz ochmasdi. Ya'ni boshqa bo'ladi uning sababi. Ya'ni sababi shundayki, bu nimada bachchabozlik bilan shug'ullanadi. O'tganni eslasang esing ketadi deb qo'yaveradi. Kimdir nima sababdan leytenantlikdan bo'shatilding deganga shunaqa deb javob beradi. Nima qiladi eslab? Oberning haqiqiy familiyasi Kandalov edi. Asli Handalov ham bo'lishi mumkin. Demak, Avdiy Ober Kandalov va uning to'dasi tarafidan qo'l-oyoqlari saksovulning shoxlariga isodek tortib bog'langan. Ya'ni bularni ham insofga chaqirmoqchi bo'lganda bularga yoqmaydi-da bu gaplar, so'zlar. So'nggi nafasda u ona bo'ri Akbarani yordamga chaqiradi. Akbara keladi va uni ko'radi. Keyin Avdiy vafot etadi. Qisqasi, Avdiy qahramon, ya'ni Avdiy degan qahramon ham ketdi. Endi voqealar rivoji Ernazar, Bo'ston, Bozorboy nomli qahramonlar bilan bo'ladi, ya'ni yangi obrazlar orqali. Ernazar bu mehnatsevar shaxs bo'ladi, ya'ni mehnatsevarlik uning qon-qoniga singib ketgan bo'ladi. Tabiatan o'zi shunday shaxs bo'ladi-da u. Ya'ni nimalarni Mo'yinqum cho'llari bo'ladi, umuman cho'llarni obod qilish, bog'roq yaratish maqsadida qisqasi mehnatkash shaxs bo'ladi. Lekin hayot urinishlariga bu xislati yanada pishgan edi deb tasvirlangan. Ernazar vafot etadi. Demak, Ernazarning vafot etishi qanday bo'ladi? Ernazarning vafot etishi Bo'ston bilan birga ular boya aytganimdek tog'li joylar, ya'ni tog'li hududlar, tog', cho'l, shunaqa yovvoyi hududlarni o'zlariga bo'ysundirish uchun, to'riq joylarni o'zlariga bo'ysundirish, yer paydo qilish, ya'ni ekadigan yer paydo bo'lish uchun uzoq joylarga ketgan bo'ladilar. Qisqasi baxtsiz hodisa tufayli Ernazar nima qilib tog'dan sirg'alib ketib, chuqurga tushib vafot etadi. Uning yonida Bo'ston ham bo'ladi. Bo'ston bu nimada Ernazarni tutib qololmaganligi, nima yana bir sababi Bo'ston Ernazarni, ya'ni Bo'ston shu taklifni bildirib Ernazarni olib ketgan bo'ladi. Bu shu nimadan olib ketganligiga juda ya'ni pushaymon bo'ladi-da. Qisqasi siqilib yuradi. Keyin Ernazarni xotini beva bo'lib qoladi-yu, va Bo'stonni xotini o'zi vafot etadi.
qisqasi keyin vafot etadi va Bo'stonning xotini vafot etayotgan payti vasiyat qilib ketadi. Mana shu nimani bevani nima qiling, oila quring deb, ya'ni qisqasi Ernazarning xotinini oling deb ketgan bo'ladi. Qisqa nima xotini vafot etgandan keyin oradan vaqtlar o'tib, ular turmush quradi, ya'ni Ernazarning xotini bilan Bo'ston turmush quradi va ulardan kenjavoy degan ya'ni o'g'il farzand dunyoga keladi. O'zi asli nimani Bo'stonning ikkita qizi bo'ladi. Ular katta bo'lib turmush qurib, o'z oilasi bilan tinchib ketgan bo'ladi. Keyin endi Bozorboy bu shunday salbiy obraz, har qanday ya'ni bularni boshiga keladigan qiyomatning sababchisi mana shu Bozorboy bo'ladi. Demak, Ernazar vafot etadi. Uning o'limida Bozorboy Bo'stonni ayblaydi. Ya'ni shunday yomon shaxs bo'ladi bu salbiy qahramon. O'zi asli Bo'ston aybdor emas edi-yu. Baxtsiz tasodif bo'lgan bo'ladi uning o'limi. Ernazar tirikligida uning xotini bilan don olishganini, o'shandan keyin Ernazarni tog'dan itarib yuborgani, uning xotini anov Gulumxonga uylanaman degan maqsadi borligini aytib ayblaydi. Ya'ni shunday tuhmat qo'yadiki, o'zi asli Ernazar vafot etmasdan oldin ham uni xotini bilan don olish bo'lgan va Ernazarni o'ldirish maqsadida aynan tog'ga borib itarib yuborgan degan nimalarni, tuhmatlarni ham qo'yadi. O'zi asli unaqa bo'lmaydi. Ya'ni bunday tuhmat qo'yishiga sabab shundaki, bu nima Bo'ston yo'q payti Bozorboy bularni uyiga keladi va xotinini chiroyli ekanligini ko'rib, Bo'stonning xotini chiroyli ekanligini ko'rib, unga ko'z olaytiradi va Bo'stonga nima hasad qilgan bo'ladi u va o'z-o'zidan shu gaplarni to'qib eriga yozadi, lekin bu gaplarga hech kim ishonmaydi. Xo'p, Bozor o'zi bilan birga bir talay geologlar bilan Mo'yinqumga keladi. U o'zi Bozor hirt bekorchi shaxs bo'ladi va topgan pulini ichadigan alkash piyonista shaxs bo'ladi. U yerda Bozorboy Akbara va Toshchaynaning so'nggi zurriyotlari, ya'ni yuqorida 3 ta farzandi mana bu Sayg'oq ovida odamlarni bostirib, ya'ni vertolyotlarda bostirib kelish natijasida qiyomat qoyim bo'lgan payti 3 ta farzand vafot etar edi-yu, undan keyin Akbar yana 2 tami shunaqa farzand bo'ladi, qisqa farzandlari bo'ladi va shu so'nggi zurriyotlari bo'ladi. Mana shu so'nggi zurriyotlarini ham Bozorboy ko'rib qoladi va hech narsani o'ylab o'tirmay ularni pullash uchun olib ketadi. Uning izini olgan bechora Akbara va Toshchaynar Bozorboyning ketidan borishadi. Bozorboy boshqa iloji qolmay, ya'ni quvadilarda nimani Bozorboyni tutish uchun Bozorboy otda qochayotgan bo'ladi. Bo'stonning uyiga berkinadi. Bo'stonning uyi shu yaqin atrofda bo'ladi. Bo'stonning uyiga berkinadi. Bechora er-xotinlar bo'rini uyini tagiga tinmay uvillashadi. Qisqasi, Bozorboy Bo'stonning uyiga bir tun tunab qoladi. Keyin nimalar bo'rilar sal ketgandan keyin qochib ketadi va nima Toshchaynar va Akbara bolalarimiz shu yerda deb tinmay uvillashadi. Necha kunlab, haftalab, oylab uvillab yurishadi. Lekin nima Bozorboy uni allaqachon bozorga olib borib pullab, puliniga ichib yuborgan bo'ladi. Ya'ni aroq ichib yuborgan bo'ladi. Demak, Bo'stonning uyi atrofida hech tinim bilmay uvillayotgan bo'rilar uning joniga tegib yuboradi va miltig'ini olib chiqib, Toshchaynarni otib o'ldiradi. Har juftidan ham so'nggi zurriyotlardan ayrilgan Akbara ko'chada o'ynab yurgan Gulumxon va Bo'stonning o'g'li, ya'ni boya nimani Bo'stonning xotini Gulumxon bo'ladi. O'g'li Kenjashni tishlab olib qochadi. Endi bu Akbara hayvon bo'lsa ham, baribirga ham ataylabdan qilmaydi bu ishni. Ataylabdan qilmaydi. Shunchaki u ona mehri nima qilib tortib, baribirga farzandlarimni toparman degan maqsadda shu joylarga kelaveradi-da u. Kelganida nima bu kenjavoy yosh bola bo'ladi. 5-6 yoshlar atrofidagi 3-4 shunaqa yosh bo'ladi. Va o'ynab yurgan payti bo'rini it deb o'ylab unga suykaladi, u bilan erkalashadi. Akbarani ham onalik mehri tovlanib ketib, uni emizgilari keladi, lekin bola emish o'rniga uning nimasi ustiga chiqib qoladi. O'ynab nima qilib yurgan payti juda mehri tovlanadi-da, uni boqish, nima qilish maqsadida tishlab olib qochadi.
tishlab olib qochadi. Buni ko'rgan Bo'ston unga qarata o'q otadi. Akbar og'zidagi bolani tishlab qochib ketadi. Bo'ston bolani oldiga borib, ne ko'z bilan, ya'ni o'q uzadi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'z o'g'li Kenjashni bag'rini tilib o'tgan bo'ladi. Ya'ni bo'rini nishonga olib otsa ham baribirga ham o'q o'g'liga tegadi. Ya'ni bittagina yolg'izgina zurriyoti o'g'li Kenjashga, o'zi bu Kenjash o'g'lini juda yaxshi ko'radigan bo'ladi. Hali asarda juda ko'p joyini bergan. Ya'ni Kenjash o'g'lini juda erkalatib, Guliston masalan xotinini u bilan ham juda baxtli yashayotgan bo'ladilar. Nima tartibli, namunali oilalardan bittasi bo'ladi-da bular. Keyin Kenjashni bag'rini tilib o'tgan edi. Buni ko'rgan Gulimxon jasad poyiga kelib, xuddi Akbara tunlari u tortgan kabi uvillab yig'lab yuboradi. Bundan g'azablangan Bo'ston esa miltig'ini ko'tarib uydan chiqadi. U xuddi jangga otlanayotganday bir dasta miltiqqa o'q joylaydi va hamma ishlarga Bozorboy aybdor deb uni o'ldirishga boradi. Bozorboyni oldiga boradi. Bo'ston miltiqni unga to'g'rilab, mo'ljalga ham olib o'tirmay tepkini bosadi. Bozorboy chayqalib ketadi. Birinchi nimada yuk mashinasini orqasiga yashirinadi. Lekin ikkinchi o'q uning naq yelkasiga tegadi. Keyin sho'rlik Ko'ktursun, ya'ni Bozorboyning xotini dod qilib erining ustida yig'laydi. It eding, itday o'lib ketding deydi. Men ham o'ldir deydi. Bu dunyoda qanday ro'shnolik ko'rdim deb yig'lab dod soladi. Bo'ston o'z oyog'i bilan kerakli joyga boradi. Ya'ni aholiga aytadi, bittang ham jilma, hammang joyingda tur, men o'zim boraman kerakli joyga deydi. Ya'ni o'zini o'zi nimaga, militsiyaga tutib beradi. Xo'p, asar so'ngida u so'nggi bora oti Do'nko'k, ya'ni oti ham nima qilinadi, sevimli oti bo'ladi. Bu juda Do'nko'k bilan vidolashib, silkinib yig'laydi. Ya'ni o'g'lini o'z qo'lim bilan otdim, men qanday ota bo'ldim, o'z jigarbandimni, o'z jigarboshimni o'z qo'lim bilan o'ldirdim deb juda ho'ngrab, ya'ni otini quchoqlab, ichidagi bor dardlarini aytib yig'lab qoladi va asar shu joyda tugaydi. Xo'p,